Assalomu alaykum. Chorva obunachilar, hurmatli chorva ishqibozlari. Aka-ukalar, bugun biz Kitob tumani Makrit mol bozoridan video qilyapmiz. Hafta kuniga payshanba 9-iyul. Akalar, bozor ertalab soat 5:30-6 ga boshlanadi. Bozor lokatsiyasini so'raganlar Telegramga yozamiz. Telegramda chorva asr deb qidirsangiz chiqadi. Lokatsiyasini tashlab beramiz qo'ldan kelgancha. Xo'p, mana shu buqalarni taniyotganlar bo'lsa, men 50 million so'm baho qo'yib kanalga qo'ydim. Bozorga chiqibdi bugun bular. Xo'p, 45 million so'm savdo bo'lyapti akalar. Men ozgina bozor og'ilni ichiga qilgandim, xira chiqqan. Mana realni savdosi bo'lyapti. 45 million so'm savdo bo'lyapti. Kanalni kuzatayotganlar bitta like bosib obuna bo'lib qo'yamiz akalar. Xo'p, mana shu 20 million turist sotildi. Yana ustiga foydasi bilan 21,5 bo'ldimi, 22 bo'ldimi shunday bo'ldi. Biri 15 bo'ldi. Mana ikkalasi 53 million so'm baraka bo'ldi. Biri 20 dan yuqoriroq bo'yi, unisiniki biri 15 dan yuqoriroq. 53 million so'm. Mana shu buqachalar 16,5 dan so'rashyapti. 16,5 dan. YouTube'ga chiqar. Aka-ukalar. Mana bu buqani 20 million so'm baho aytishyapti. Katta buqalarga o'tamiz. Bugun akalar qo'ldan kelgancha ko'proq baraka bo'lgan joylar olamiz. Nech pul baraka bo'ldi aka bu? Hojibo? 33,5 million so'm. 33,5 million so'm baraka bo'ldi. Biri 30 ga yaqin bo'yi. Ana dumba soladiganidan. Aka-ukalar. Dumba solganidan, dumba soladiganidan. Hojibo nech pulga bordi bu? Nech pul qilyapti bozor? 25 million so'm so'ralyapti. 27 ga ham bermayman deb egasi. Biri 25 dan yuqoriroq, biri 25 chiqarganda bu. Aka, shu shivit nech pulga bordi? Nech pulga bordi? Bozor nech pulga? 25. 36 million baho qo'yilyapti. 25 million so'm so'ralyapti ekan. Ayting nomingiz. Ayting nomer. 70'lik 70'lik 134 134 27 13 27 13 akalar. Shit boqaman deganlarga telefon qilib so'raverasiz. Nomerini qo'ydik. Narxi 36 million, 25 million qilyapti. Boqilgan buqalar bugun juda ham kam ekan. Savdogar har doim foyda qilmay, zarar ham qiladi. Ko'rdi, 90 million bermay, 80 million. Tarosib tutdim. Judaga chiqaradi-da buni. Juda ham kam ketdi. Sanoqli ketdi boqilgan buqa. Men Fayaz ukam qani? 34 yarim. Ha, ukam kelib o'tirtaniga. Mana Avval aka. demayapti bo'ldi. 35 millionga ham sota olmayman deyapti. Biri 30 dan premium, biri 35 minus. Bayga inib, jivarlar oshib kelib qo'ying. Nech puldan so'rayapsiz? Bayga bir. Amaki bilan. 55 ga 65 million. 55 millionga 65 million so'm. 70 million foto. Mayama Juda chiroyli boqqan ekan.
55 millionga 65 million so'm baho aytilyapti. Aka nechi puldan so'radi bularni? Ikkalasi. 105 million so'm akalar, shu akamizniki ekan. 105 ga boribdi. Bittasi gibrid, bittasi qora ekan. Qanaqa parodalik bilmadim. Qizil 35 ga hozir savdosini ko'rdik. Bular 105 million so'm ikkalasi. Lekin haqiqatda go'shtni foizini yuqori beradi bular. Aka-ukalar. Ona bola sigir narxlar. Aka nechi pulga bordi aka? 22 million so'm qilishyapti. Bolasi erkak ekan, suti noma'lum, tagida yuribdi. Nechinchi qorinligini ham bilmadim. 45 million so'm deya. Bolasi nechi kunlik bu? Bolasi 1 haftalik aka. Bozor nechi pul qilyapti aka? Bozor 38 million. Shvit ekan akalar, o'zimiz eski shvitlardan. Xudo xolasa bu sigirlar 2-3 qoringa chiroyli ochilib ketadigan sigirlar. Yungi nimaga tushmaganligini bilmadim. Agar mabodo qiziqadiganlar bo'lsa, nomerini olib beraman. O'zingiz yozsangiz. Bu qanaqa parodaligini bilmadim, lekin gibridga o'xshargan. Sabab bolasi chiroyli. Hoji bu nechi pul qilyapti buni bozor? 55 million. O'zingiz nechi pul deyapsiz? O'zimiz 50, 40 so'rayapti, 55. 55 million baho qo'yilyapti, 40 million so'rayapti aka. Bolasi sementalga o'xshab tushganda, uni onasi yoki otasi semental bo'lgan sigir. Mana yaxshi sigirlar bor ekan. Ikkita erkak. Akalar mana ikkita erkak, bitta urg'ochi. Xudo xolasa. Mana uni bolasi aka. Onasi nechinchi qoringa aka bu? Ikkinchi qoringa. Sigirni bo'yi 130 ga yaqin. Aka buni nechi pul deyapsiz? 45 deyapmiz. 45 million so'm. Bolasi erkak. 41 million so'm deyapmiz. 41 million savdo bo'lyapti. Qizildi bolasi bu ya? Qizil sigir. Nechinchi qorin bu aka? Birinchi qoringa, bo'ylari yaxshi 130. Bolasi urg'ochi. Buni qancha deyapsiz? 45 deyapmiz. Bozor qanchalar? 40 million so'm so'rashyapti. Nomer qo'yib yuboraylik shu joyga bitta. Aka, nomer 88lik 462 92 93. Akalar aloqaga chiqaverasiz. Qiziqadiganlar esa hozir. Juda suyagi katta sigir ekan. Aka nechi pul deyapsiz buni? O'zimi? Bo'g'oz masala 30 million so'm. Juda katta sigir ekan. Qisir ekan akalar. 30 million. Bozor qancha qildi aka? 22-23 qilyapti. Buni boqishga oladi-da, jasadi zo'r ekan. Bilmadim, semirsa 350 kilo qiladimi? Juda yo'g'on narsa ekan. Aka nechi pulga bordi bu? 32. Bolasi erkak ekan, sigir yoshi qariroq ekan. 32 juda действительно zo'rmi? 32 million ekan. Nechi pul deyapsiz aka buni? 3
3 oylik bo'g'oz ekan 30 million 32 33 so'rashyapti ekan. Endi adashmasam o'zi 40 million baho aytishyapti. 45 million so'm aytishyapti birinchi qoringa to'q bo'g'oz akalar. 8,5 oylikdan o'tgan bu. Mana holat. Bu ham gibrid. Chistый emas, gibrid. Mana buni 40 million so'm deyishyapti. Qisir ekan bu. Nech pul qilishyapti? Boshqa 28 million so'm savdo bo'lyapti. Akalar shu uchun mol qo'yayotganda narxini 1 million 2 million ko'p qo'yish kerak. Bo'ldi, savdoni o'shanga olib borish kerak. 10 million 15 million baland narx aytib nima kerak u? Xaridorni ham o'zidan qochiradi, moldan. Savdoni ham kechiktiradi. 17 million. Semizligi uchun go'sht. Akalar go'sht. 18 million so'm. Bo'yi 1.5. Mana buni 20 million so'm aytishyapti. Hech pul so'rayotgan bilmadim. Hop. Uzoqchalar narxlari. Aka nech pul so'rashyapti shuni? Hech kim. Nech pul qildi? 11 million uzoqcha. Nech puldan ber dedingiz? Hozir aka. 11dan ko'tar aka. Ikkita erkak, bitta urg'och. Nech pul deyapsiz? 12,5 ga bermayapsiz? 12,5.